Aziz hamkorlar, bizda ortiqcha vaznni ketkazishga yordam beradigan bizda yana kokteyl, choy, biodobavkalarimiz bor. Bular ham hammasi zararsiz. Ya'ni sizdagi muammoni, ya'ni semizlik ham bu muammo, to'g'rimi? Kimdir gormonal fondan buzilgandan semiradi, kimdir jigari yog' bosganda, kimdir gijjada, kimdir shlakdan, bular hammasi organizmdagi shlaklarni tozalab, gijjalarni haydab, jigarlarni tozalab ozishga yordam beradi. Ayniqsa mana shu mevedolimiz, kokteylimiz bizda bu mana 6 xil mevalardan qilingan, quritilgan va muzlatilgan mevalardan. Shuning uchun bu qimmatbaho. Buni nafaqat semizlar, balki ozg'inlar ham kuniga bir qoshiqdan ichib yursa energiya beradi. Ichlarini yurg'izib, metabolizmni yaxshilab beradi. Polniy organizmni tozalab, kerakli bo'lgan minerallar bilan, vitaminlar bilan to'yintirib beradi. Umuman zararsiz.